Aslida Usmoniy shahzodalariga uylanishlik, farzand ko'rishlik taqiqlangan edi. Lekin Sulton Abdulaziz davrida, ya'ni Sulton Abdulhamidxonning amakisi Abdulhamidga uylanishga ruxsat berdi va farzandli ham bo'ldi Sulton Abdulhamidxon. Va shahzodalik paytida o'z oilasini o'z qo'l mehnati bilan boqardi. Va uni intellektualligi shundaki, Abdulhamidxon o'z davrida aksiyalarga pul tikkandi. Va bu aksiyalardan juda ham katta foydalar topgandi Sulton Abdulhamidxon. Va shahzodalik paytida Istanbulda qiz kulesini atrofida cho'milishni, ya'ni suzishni juda ham yaxshi ko'rardi. Afsuski, podshoh bo'lgandan keyin esa saroydan chiqish juda ham qiyin bo'lib qoldi Sulton Abdulhamidxon uchun. Sababi esa amakisi, ya'ni Sulton Abdulazizxon suiqasdga uchragandi. Ya'ni u saroyda bo'lgan holatda, dengizdan, kemadan suiqasdchilar kelgan holatda Sulton Abdulazizni o'ldirib ketishgan edi. Va bu narsa Sulton Abdulhamidxonga juda ham qattiq ta'sir qildi. Aslida amakisini bundan oldin ogohlantirgan edi, lekin amakisi be'tiborlik qildi. Natijada esa amakisini suiqasd qilib uni o'ldirishdi. Sulton Abdulhamidxonni Qizil Sulton, ya'ni qo'li qonga belangan podshoh, hukmdor sifatida tanitishdi. Lekin aslida ham shunday bo'lganmi? Xo'p, bunga sabab nima edi desanglar, Usmoniylar hududida armanlarning terror guruhlari bor edi va ularni, bu terror guruhini Yevropa moliyalashtirardi. Ya'ni Usmoniylarni zaiflashtirish va Usmoniylar hududida isyon chiqarish uchun. Va natijada ular isyon chiqarardi va Abdulhamidxon esa qo'shin yuborib buni bostirardi. Va Yevropa bu yerda turgan holatda, tashqaridan turgan holatda ana Abdulhamidxon armanlarni yo'q qilmoqda, tinch aholini qirmoqda, bu Qizil Sulton deya butun ommaga jar solardi. Natijada esa Abdulhamidxonga nisbatan salbiy tushunchalar paydo bo'lishni boshladi. O'z davrining intellektual insonlari Abdulhamidxonga qarshi edi. Va buni sababi haqida video chiqishini xohlasangiz, bu videoga maksimal like bosib qo'yasiz.